Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Malina ekishda eng katta yoki kichik xatolardan biri agatni olib bo'lib ekmaslik. Ya'ni qanday tushuntirsam sizlarga, biz shashilib tezda ekib olganmiz. Agatni radiga mana ko'chatlaringiz to'g'ri bo'lmasa, eng katta xatolardan biri bo'ladi. Sababi motoblok kirolmaydi. Bunaqa qilib qo'lda chopishga to'g'ri kelyapti hozir. Shuncha katta joyni chopib, mana shuncha joyda endi nariyog'i motoblokda kelgan, bag'i kelmagan. Ashuni hisobga olib turib, qatoriga ekib to'g'rilab olsalaring yaxshi bo'ladi degan maqsadda shu videoni sizlarga ulashdim. Yangi ekayotganlar hushyor bo'linglar shu nimasiga. Hozir endi zamon rivojlanib, motobloklar chiqib ketdi. Qo'lda chopilsa, uning farqi yo'q. Motoblokda oson bo'ladi. Barchaga omad.